Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi kontent orqali biz sizga yoshlar va ayollar daftarida ro'yxatda turganlik bo'yicha qanday tartibda amalga oshirilishini ko'rsatib beramiz. Biz bundan oldingi kontentimizda kam ta'minlangan deb e'tirof etilganlik to'g'risida ma'lumotnomani qanday qilib yuklab olishni ko'rsatib bergandik. Bu kontent aynan o'sha kontentning davomi sifatida demak tayyorladik. Videoni oxirigacha ko'ring va muhim jihatlarni kuzatib boring. Yo'riqnomani boshlashdan oldin siz azizlardan kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni hamda kanalimizda joylashtirilgan boshqa davlat xizmatlarining turli yo'nalishlardagi kontentlari bilan tanishishni so'raymiz. Bu shubhasiz sizning foydangizga bo'ladi. Shuningdek, mehnatimizni qadrlasangiz, asosiysi keyingi kontentlarni tayyorlashimizga madad berishni hisobga olib, videoga like bosib qo'llab-quvvatlang. Bundan tashqari do'stlaringiz, yaqinlaringizga albatta ulashing. Kontentni demak odatdagidek mayga o'z ilovasiga kirishdan boshlaymiz. Demak, ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz talab qilinadi. Ro'yxatda o'tmagan bo'lsangiz, kanalimizda aynan ro'yxatda o'tish jarayonlari bilan bog'liq video yo'riqnoma mavjud. Aynan shunidan foydalangan holda ro'yxatdan o'tib, so'ngra demak mana bu jarayonni davom etsangiz bo'ladi. Demak, xizmatlar yo'nalish orqali ijtimoiy himoya sohasiga o'tamiz. Va bu yerda dastlab kelinki yana ayollar daftarida fuqaroning mavjudligi haqida ma'lumot degan xizmat mavjud. Xizmat bepul amalga oshiriladi, avtomatik tarzda va biror turdagi hujjat talab qilinmaydi. Jarayonni xizmatdan foydalanish qilamiz. Va bu yerda demak bizda mavjud chiqqan oynada kiritilgan ma'lumotlar bo'yicha foydalanuvchi demak ayollar daftariga kiritilmagan degan mazmunda. Endi ayollar jinsiga mansub demak ayollar asosan bu yo'nalishda murojaat yuborishlari to'g'riroq bo'ladi va aynan shuni ko'rish imkoniyati bo'ladi. Endi bu yerda yuklab olishga imkoniyat balkim bo'lar. O'sha ma'lumotlaringiz aks etgandan so'ng demak yuklab olib tegishli tashkilot yoki bir yerda so'ragan bo'lsa, aynan o'sha yerda foydalansangiz bo'ladi. Demak, keyingisi yoshlar. Demak, buni qidiruv oynasi orqali yoshlar daftari, yoshlar daftaridagi yoshlar o'qish xarajatlari ekan. Xizmat demak, shuni o'zidan ko'ramiz. Bu yerda uncha ko'p xizmat bo'lmasa kerak. Yetkazib yubordik xayolimcha. Demak, mana yoshlar daftarida demak fuqaroning mavjudligi haqida ma'lumot degan xizmat mavjud. Bu ham odatdagidek bepul amalga oshiriladi, avtomatik tarzda va biror bir hujjat talab qilinmaydi. Xizmatdan foydalanish qilamiz. Endi biz endilikda hozirgi holatda biz reyestrda bo'lmaganmiz, aynan yoshlar yoki ayollar daftarida bo'lmagan holatda bu yerda quyidagicha shu oyna chiqadi. Kiritilgan ma'lumotlar bo'yicha foydalanuvchi yoshlar daftariga kiritilmagan. Endi yoshlar daftariga kiritilmaganligi demak aynan bizni holatimiz, ijtimoiy holatimiz to'g'ri kelmaganligi va yoki yoshimiz to'g'ri kelmaganligi inobatga olib, demak mana shunday tartibda e'lon joylashtiriladi. Hurmatli kuzatuvchilar, kontentimiz yoqqan bo'lsa yana takrorlaymiz. Like bosib qo'llab-quvvatlang. Keyingi kontentlarimiz aynan qaysi mavzuda bo'lishini zarur bo'lsa demak o'sha kommentariyalarda yozib qoldiring. Keyingi kontentlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.